Atamalar izohi 7-sinf O'zbekiston tarixi darsligi asosida. O'zbek qabila begi hukmdor demakdir. Dehqon qishloq hokimi, ilk o'rta asrlarda mulkdor tabaqa. Kashovarz ziroatchi, oddiy qo'shchilar. Kadivar qishloqning dehqonlarga qaram aholisi. Chokar dehqon mulkini qo'riqlovchi harbiy posbon. Boj ulpon soliq bir davlat tomonidan ikkinchi davlatga to'lanadigan, shuningdek shahar va qishloq bozorlarida savdogarlardan olinadigan maxsus to'lov. Budun chorvador aholi. Xoqon buyuk hukmdor, podshoh, imperator. Yabg'u xoqon xoqon urug'idan bo'lgan yurt hokimi. Shod 10,000 qo'shin qo'mondoni. Yasoq dehqonlar va chorvadorlardan olinadigan soliq. Mustahkam markazlashgan davlat, ya'ni bu barcha hududlarni yagona hukmdor hokimiyati tomonidan idora qilinuvchi davlatdir. Ixshid viloyat hokimi. Ko'handis, ya'ni ark shaharning hokim qasri joylashgan qismi. Rabot shaharning tashqi mavzesi. Shahriston shaharning ichki qismi. Arkon dindagi eng muhim vazifa, suyanchiq, ma'muriyat demakdir. Qam shomon ko'k tangriga sig'inuvchi yakka xudolik dini. Islom bo'ysunish, itoat etish, o'zini Alloh irodasiga topshirish degan ma'nolarni anglatadi. Amir arabcha amr qiluvchi, boshliq, hokim. Lashkarboshi hokim, bek ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni bu arab xalifaligi davrida kirib kelgan. Fath arabcha egallash, zabt etish, bosib olish ma'nosini anglatadi. Iqto arabcha chek, taqsimlab beriladigan yer, hukmdor tomonidan katta xizmatlari uchun in'om qilinadigan chek yer. Ushur arabcha 1/10, ya'ni idora ishlari uchun daromadning 1/10 hajmi hisobida olinadigan soliq. Masjid yoki masjid arabcha sajda qilinadigan joy, musulmonlar jamoa bo'lib namoz o'qiydigan joy hamda ibodatxona demakdir. Islohot mavjud tartiblarni o'zgartirishdir. Farmon qonun kuchiga ega bo'lgan buyruq. Xutba juma namozida hukmdor nomini aytib, uning haqiga duo o'qish, olqishlash demakdir. G'ozi haq din uchun kurashuvchi, jangchi. Madrasa arabcha o'rganmoq, musulmonlarning o'rta va oliy o'quv yurtidir. Xonaqoh g'aribxona, musofirxona demakdir. Rabot o'rta asrlarda arablarning mustahkamlangan qarorgohi, dastlab g'oziylarga mo'ljallanib qurilgan maxsus bino. Keyinchalik Rabot faqat qo'rg'on, istehkom ma'nosidagina emas, balki mehmonxona, karvonsaroy mazmunida ham tushunilgan. Karvonsaroy karvonlar to'xtab, tunab o'tadigan Rabot, saroy, mehmonxona demakdir. Savdo yo'llari ustida va shaharlarda qurilgan. Yomlar yo'l bekatlari, choparlar, yo'lovchilar ot almashtiradigan joy. Yomda doimo otlar ulovga tayyor turgan. Etnik jarayon kelib chiqishi bir-biriga yaqin bo'lgan turli qabila va elatlarning asrlar davomida qo'shilib borishidir. Turkiston turkiy aholi o'rnashadigan o'lka. Shashmaqom forschada olti va maqom. O'zbek va tojik xalqlari musiqiy merosida markaziy o'rin tutgan mumtoz kuy va ashulalar majmui. Tamg'a savdo boji, savdogarlardan olinadigan soliqdir. Fulus misdan yasalgan mayda chaqa pul. Begor
mahalliy aholiga yuklatiladigan saroy, jamoat binolari, mudofaa va sug'orish inshootlarini hamda yo'l qurish ishlarida ommaviy ishlab berish majburiyati an'anaviy ommaviy hashardir. Akademiya, oliy ilmiy tashkilot, rasadxona, osmon jismlari tadqiqoti uchun maxsus jihozlangan ilmiy muassasa va shu muassasa joylashgan bino. Sekstant, osmon yoritgichlarining balandligini belgilash uchun mo'ljallangan ko'zgu qaytargichli asbob. Lavvohlik, lavha chizuvchi. Sahhoflik, qog'ozni sahifalash va kitobni muqovalovchi. Audio o'quvchi Nilufar Ahmadaliyeva Tarix audiokurs kanali uchun maxsus.